Akromxon aka, qarang, siz tradersiz. Получается, siz ham qimorboz hisoblanasizmi? Qarang, siz ikkalovini farqini adashtirmang. Tradingni qimor sifatida savdo qilayotganlar ham bor. Ular qanaqa? $100 tashiydi, $100 yoki 0 qilib yo'qotib yuboradi, yoki uni $400-500 qilib chiqarib yuboradi. Bu men chista qimor uslubida savdo deb o'ylayman. Buni biznes sifatida ishlayotganlar, masalan, $1000 depozit qiladi, texnik, fundamental analiz qilib, yengilliklarni o'qib, 1% bilan risk qiladi va zarar qilsa $10 zarar qiladi, foyda qilsa 30, 40, 50, $100 gacha foyda qilishi mumkin. Unaqa $1000 pulni ular 4000, 5000 qilib olmaydi. Biznesga qarab, risk menejment bilan, kichkina risk bilan stabil ishlasa, bu biznes sifatida qarasa bo'ladigan soha. Qo'pol qilib aytganda, qimorda $1000 tashiydi, $1000 yo'q bo'lib ketadi yoki 4-5 ming bo'lib yoki 100 ming qancha ko'payib ketib qoladi. Bu nerealniy ravishda ko'payib ketib qoladi. Tradingda bo'lsa, siz masalan $1000 bir hafta yoki bir oyda va 20 ming, 30 ming unaqa nerealniy summa qilib olmaysiz. Etap-etap, masalan $1000 masalan 1 yilda 2000 qilarsiz, mana shunaqa. Shunda siz qaysi turga kirasiz endi? Endi kuzatayotganlar bilishadi, biz stabil ishlaymiz, sekin-sekin.